Alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan future simple tense, ya'ni kelasi oddiy zamonni o'rganamiz. Xo'sh, biz bu zamonni qachon, qayerda ishlatamiz? Keling, buni batafsil o'rganib chiqamiz. Birinchi holat kelajakda sodir bo'ladigan ish-harakatlar uchun. Misol uchun, I will go to Paris next year. Men keyingi yil Parijga boraman. I will call you soon. Men senga tez orada qo'ng'iroq qilaman. Ikkinchi holatimiz bizda to'satdan qabul qilingan qarorlar uchun. Misol uchun, I don't have any cash. I will pay by debit card. Menda hech qanday naqd pul yo'q. Men plastik karta orqali to'layman. Keyingisi, I missed my bus, so I will go by taxi. Men avtobusimni o'tkazib yubordim. Shu sababdan taksi orqali ketaman. Uchinchi holatimiz va'da yoki taxmin uchun. Misol uchun, I will help you with your new project. Yangi loyihangda yordam beraman. I think it will rain tomorrow. Menimcha ertaga yomg'ir yog'adi. Va bizda future simple ning positive shakli quyidagicha bo'ladi. Subject plus will plus verb plus object. Misol uchun, I will play soccer with my friends tomorrow. Ertaga do'stlarim bilan futbol o'ynayman. Negative shakli ham quyidagicha bo'ladi. Subject plus will plus not plus verb plus object. Va will not ni qisqartirma shakli won't bo'lib ketadi. I'm not hungry. I will not eat anything. Men och emasman. Men hech narsa yemayman. Va question shakli ham quyidagicha bo'ladi. Will plus subject plus verb plus object. Shunchaki will subjectdan oldinga chiqadi. Misol uchun, will you go to the pharmacy? Dorixonaga borasizmi? Va biz bu zamonda ishlatishimiz mumkin bo'lgan bir qancha keywordlar bor. Ularni birma-bir ko'ramiz. Tomorrow, ertaga. Next week, keyingi hafta. Soon, tez orada. Next year, keyingi yil. Next month, keyingi oy. Next summer, keyingi yoz. Xo'p do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. O'ylayman darsimiz siz uchun foydali bo'ldi. Kanalimiz rivoji uchun bitta like va obuna bo'lib qolishingizni so'ragan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.